Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizinki devamında bugün Abbasilarning 4-ci halifesi Musa el-Hadi'nin hayatıyla tanışıp çıkmış. Bu adamniki devri nihayet az. Bir yıl, bir neçe ay etrafında. İsmi Musa Mehdi İbn al-Mansur namıyla meşhur. Kunyası Ebu Muhammed. Anısı Berberi, yani azırkı şu Tunis, Cezayir, Algeriya tarafındaki Berber kabileleri, Amazigh kabilelerinden boludu. Didek süptü kelgenken. Hem de demek anısı Didek. Bu anısının ismi Hayzuran iken. 147 yılı Rey'de doğulgan bu. Rey azırkı İran'la Tehran. Hem de dadısı ölüp ketkendiği için dadısınınki veliahdi belgiliş qoidasi bo'yicha bu yerda bayat qilingan xilofatga xalifa bo'lgan. Endi Xatibul Bag'dodiy shunday deydi. Buning ishida undan burun hech bir xalifa bo'lib boqmagan deydi. Undaqda bu odam shu xalifa bo'lgan vaqtda 22 yoshdan oldi keyindagi vaqtlar. Endi xilofatda 1 yil, bir necha oy hukm surgan. Dadisi bu odamga zindiqlarni o'ltirishni tavsiya qilgachqa, shu zindiqlarni ko'p bularga qarshi turgan. Ulardan nurg'unlarni o'tdagan. Buni Musa Atbiq degan nom bilan mashhur ekan. Musa Atbiq degan gap Musa og'zini yum degan gap. Chunki bu odamniki bu to'p qalbga qo'rlolib, uchiq turdi ekanda og'zi. Shundan dadisi kichik vaqtida bu odamga bir xizmatchi tayinlagan ekan. Bu xizmatchi buni Musaning og'zi davomli uchiq. To'p qalbga yumilib qolgandan keyin qisqa. Yani içip kaldıkende töven kalp. Musa ağzını jum kalpkon eter jurib, bu şu derhal şu vaqtda özün esini yig'ib, kalpkon için jumid ekanda, şunun bilan buni Musa Atbiq degan nom bilan mashhur bo'lgan ekan. Endi Imom Zahabi rahmatullohi alayhiniki deyishcha, bu odam aroq sharab bilan bakrak gapirishib qolgan. O'yinchiroq. Qimmatbaholik nat yo'g'on eshak minib oladi ekanda. Shuning uchun bu xilofatning hayvitini yo'qotgan bu odam. Lekin unda bo'lishi bilan birga bu so'zman, notiq, fasih, balog'atlik odam ekan, xatibda. Undan boshqa ham gap qilgan vaqtida bir xil hayviti bor, suri bor adib ekan. Ham mardona o'ziki surlik haybatlik adam ekan. Bundan boshqa odamlar, mesela Zahabidan boshqa kishilar bu jabbor, qattiq qo'l edi deb munosabatlagan. Bu shu Abbasilar xaliflar ichida shu oldida hashamatlik qilich ko'targan, ondan nayza, ondan shu yochoq, o'qyoliq haybatlik holatga shu vaqtdagi askariy qurollarda, jang qurollari. Şunlar narsalarni ko'tirib oldidamış askarlar mangdigan tunji xalifa dedi. Şu qoida yo'sinni yo'l qo'ygan ekan. Bundan keyin buning valilari shu yo'singa ergishib, shu davrda qurol yaroq nihoyat ko'p bo'lgan dedi. Chunki podshoning tutib mangan yo'li qarab, shu davrdagi xalqning o'zing havas qilayotgan, qiziqadigan narsalarni his qilib bo'ldi. Podsho qaysi narsaga qiziqsa, fuqaromi shu narsaga bakrak qiziqadi. Endi Musa Hadi'ninki o'limi va sababi haqida 170-yili Rabiul Oxir oyida o'lib ketgan. Bu odamninki o'limi haqida nurg'un o'xshamagan qarashlar mavjud. Ba'zilarning deyishicha, o'zining bir so'rindosh og'aynisi bor ekanda, bir shika qumchiniki yildizi var bir ozgalga ishti etibdi-da bir og'aynisini. Shundan bu shika qumchi üzülüp ketib, şu ishlayotgan vaqtida bu Hadin tutyapti ekan. Ikkalasi tancha ozgalga tushib ketib, shika qumchi bu odamniki joyiga kirib ketib, shu ikkisidan o'lgan degan qarash bor. Endi ba'zi qarashlarda bu odamniki shu qo'saqda bir yara bo'lib, shu yaralar o'lib ketgan deguchilar bor. Ammo ba'zilarning deyishicha, onasi Hayzuran zaharlagan dedi. Sebebi çünkü bu Harun Reşit'ni öldürüp
o'g'lini valiahd qilmoqchi bo'lganligini sezib qolgandan keyin zaharlagan degan qarashmi bor. Eng muhimi mushundaq o'ltirilganlik xabari nayt mashhurroq, qaysi shaklda bo'lsin, lekin bu bir sir. Demak, shu vaqtdagi hamda xalifalarning huquq talashish, oilaviy jamiyat orasidagi huquq ko'rishi xili kuchli ekanligini ko'rib olib bo'ldi bundan. Ham deyilishicha, onisi bu cho'ng büyük ishlarni o'z kontrolliq elib olgan mustabidroq hokim ayol ekan. Hatto shu Iroqdan keladigan cho'ng mushtaq amaldorlarniki xodik harulari mush ayolning qishig'iga kelib o'zining saroyining oldida turdi ekanda. Bu ishdan nurg'un to'sabdi ularni. Ham onasiga munoat qattiq qo'pol gap qilgan bu vaqtda. Va mundaq degan ekan: "Agar sening ishkingning saroyingning oldida buda bir amir turib qoldi ekan, men bo'yni kesaman uni. Sening qildigan boshqa bunda bir jip ishlaring yo'qmi? O'qiydigan Qur'oning yo'qmi? Aytadigan tasvir zikrlaring yo'qmi? Sen bir xotin kishi turib nima qilsa bunda hokimiyat ishiga aralashib degan." Shundan bu ayol nayt achchig'lanib, g'azablangan deydi. Hamda shu deyilishicha, hamda bu g'azablangandan keyin bu onasi bir zaharlik tomoqni bu nima? Musa onasiga bir zahar solgan bir tomoqni avatgan ekan. Bu ayol nayt aqlli ayol. Harun Rashidning onasida bu. Shundan bu ayolmi avval bir ishtiga berdi ekanda, tomoqdan azroq. Bu ishtin ani ko'pib qo'yilib yo'q qilgan ekan. Bu adam, bu ayol hamda buni cho'qim o'ltiray deb, shu o'ltirish hiylesini ishlatgan dedi. Bu ish va'ak degan yiqilgan tomoq deganlikla charchab. Shuni bilan uning yuziga bir besat, bir adyaldek narsalar yo'g'aplan. Töbüde o'tiraplanma shu siqib jinni chiqarayotgan deyildi. Eng muhimi bu yerda bir necha xil 4 xil qarash deyilibdi. Lekin bu o'lgini aniq. Chunki bir yil hokimiyat surganda yosh 20 necha yosh bola ataqa. Buning 7 bolasi bor ekan. Hamda Musa Hadiyeninki o'zining enisi Harun Rashid haqida yozgan bir she'ri bor ekan. Chunki Harun Rashidni valiahdlikdan ilib tashib deganda bu odam unimay turib olgan. Shu vaqtda yozgan bir she'ri bor ekan. O she'rda mundaq deyilibdi: Harunga nasihat qilsam, nasihatimni anglamadi. Nasihat anglamagan odam cho'qim pushaymon qiladi. Men uni oramizni yaqinlashtiradigan, isboqlashtiradigan bir ishga da'vat qilib chaqarsam, bu o'zi yaqin kelgan unmayotidi. Bu o'ziga zulm qilyotidi debdi. Agar men uni bugun atida muhlat bermaydigan bo'lsam, men degan ishga bu cho'qim kelatdi majbur yo'sinda. Demak, cho'g'ini bu yerda ya'ni shu bir tuqqan deb ko'ngil oyab qo'yaptimi, majburlasammi bo'ladi asli deb mushirni o'qigan dedi. Uzun shirkan. Bu tavil qofilik she'ri. Hamda Hadiyniki izlaridan Xatibul Bag'dodiy Fazl degan kishidan deyishcha, Hadiy bir odamga nayt ochiqlabdi-da, shundan bu odam to'g'riliq gap qilgan vaqtda buningga rozi bo'lib, mamnun bo'ldim-da. Boshqalar deganmi, ochiqlamaslik bu odamning to'g'ri durust ekanlik degandek mazmunlarda. Shundan bu odam yana bir qaytadan kechirim so'rab, bir uzr bayon qilib qilgandan keyin Hadiy mundaq debdi: "Bu sendan xush bo'lgandan keyin, rozi bo'lgandan keyin, e'tizor, ya'ni qayta kechirim so'rab, uzr bayon qilishing yetarli. Bo'ldi, xush bo'l, sendan biz rozi bo'lgandan keyin bo'ldi, unda uzr bayon qilmasang bo'ladi" degan ekan. Abdullah ibn Musabdan chiqarilgan, bayon qilingan bir mazmunda Marwan ibn Abi Hafsa degan kishi Hadiyning huzuriga kirib, uni maqtab, tuvandagi she'rni deklamasiya qilib to'qigan ekan. Hatto bu she'rniki muni so'ziga kelibdi-da, uningki qahrimi, hadisimi o'xshab ketadi. O ikkisin qaysi fazilatli odamlik ortiq uqanmaydi. Uning qahrimi yaxshi, otasimi yaxshi demakchi hamda. Shuna Hadiy uning debdi, sen qaysi sevimlik? 30 mingni naq berimiz bu olamsa yoki 100 mingni
Bu divanda çögülep işte aylanıp durdu keyin alamsa. Degendiken bu adam depti. Onda olsa 30 mingni naqbasiri 100 ming aylanıp tursam ishkelisin alsam demoqchida. Degendiken yo'q, sen ishkelisin naq berayli deb bu malning hammani ko'targizib qo'ygan deydi. Bu undaqda bu odamning mard sehiligini ifodalaydigan holatlardan biri. Tövende hem iki xalif tuqqan tarixdeki büyük anılar hakkında İmam Soli'ninki deyişçe iki xalif tuqqan anadan fakat Xayzoran Hadi'nin Reşit'nin anısı. Bu Hadi'nin Reşit'nin mi Musa'nın mı anısı olduğundakta. Yani birisi Abbas kızı Vellade Abesiye Beni Absi cemaatidir Araplarınki. Bu Abdülmelik ibn Mervan'ın ayalı iken bu ayal mı iki xalif tuqqan hayatıda. Çünkü bu ayal Velid ibn Abdülmelik ile Süleyman ibn Abdülmelik'nin anısı. Yani birisi Şahin degan ayal. Bu Kisra'nınki nevirlerden boladı. Feyruz kızı. Bu Velid ibn Abdülmelik'nin ayalı bulup Yazid-i Naqs'dan İbrahim'ni tuqqan. Bu işkilisi Umayyalarınki xalifelerden. Bular mı xalife bo'lganda? Endi İmam Suyuti deydi, men bununla qo'shim chiqilay. Endi Bayxotun degan mutavekkilning dedik edi dedi. Bayxotun degan bir turklikka chiqib turdi. Bu Abbas ve Hamzini tuqqan deydi. Bular mı xalife bo'lgan? Bu keyingi Abbasiylar davridagi vaqaliklar. Onundan başka bu adamning yana bir dediki varken Qizil ismli. Bu Qizil Xatun mu Davud ve Süleyman'ı tuqqan, bu ikisi mi yana xalife bo'lgan deydi. Lekin bu xalifeler burunqi Abbasiylar xalifelerga o'xshash kuchli qo'lda huquqi va emas. Bular faqat qo'chaq xalifeler. Ondan İmam Suli shundoq deydi. Bu pochtaga arog'i chiqib bir yutqib olgan xalifa faqat Hadi Jorjandan Bag'dodga ashtaq pochta arusiga minib kelgan deydi. Jorjan hozirgi Eronda. Buningki o'zikiniki naqshida Allah Musa'nın birden bir işencisi. Musa Allah kılam işini doğu degan xat baki.